Assalomu alaykum, hurmatli skuter obunachilar, hurmatli muxlislar. Sizlarga skuterlar hamda velosipedlarni birma-bir obzor qilib beramiz. Hozirda skidga tushgan velosipedlarimiz ideal holatdagisi shu pozitsiyasini ko'rsatib o'tamiz. Birinchi 28 ballonli oldidan motor joylashgan bo'ladi, oldi tortadi. Amortizatorlari originaldan qo'yilgan, masalan, qaddi-quduri bo'ladi, ancha sezdirmaydi. Hamda oldi skidkasi bor, qo'lda troslarimiz oldi orqa ishlaydi. Hamda tablosi bor. 5 ta skorsi bor skuterda. Velosiped 3 ta skorsi bor. Yengil og'ir qilib minsalaring bo'laveradi. Hamda orqalari ideal holatda turibdi. Mana hamda orqadagi motor joylashgan bo'ladi. 36 voltli bo'ladi. Bemalol 2 kishi o'tirsa bo'laveradi. Orqaga 30 kilogacha bemalol odam o'tiradi bo'laveradi. Narxlari o'ta arzon chiqyapti. Kilometr yurishini aytmaysizmi? Kilometr yurishi 30 kilometr yonib yuradi. Akmat 36 voltli. Narxi 4 million so'm chiqyapti. Hamda bunisi bor. Balolar ideal holatda bo'ladi. 26 balonli ideal holatda. Hamda setga joylashgan bo'ladi. Yelim setga bo'ladi. Oldi troslanmali bo'ladi. Skuter qilib o'ta tez bo'ladi. Orqaga odam o'tirsa, bemalol 2 kishi o'tirsa bo'ladi. Narxlari 3 million so'm chiqyapti. Hamda bunaqa bo'ladi. Yosh katta odamlarga, yosh gavdali odamlarga ham birdek muntazam kelayotgan skuterimiz orqasi tortadi. Motor orqaga joylashgan bo'ladi. 7 sekundli bemalol 2 kishi o'tiraveradi. Hamda akkumulyatorlari ba'zida joylashgan bo'ladi. Ideal holatda. Oldingi troslar, tablo tezligi ideal holatda narx hatiga 450 dollardan skidga qo'yib yubordik. Vaqtida 6,5 milliondan sotilyapti. Skidga 450 dollardan qo'yib yubordik. Endi velosipedlarni obzor qilib beramiz. Otobozlar obzor qilib beradilar chiroyli qilib. O'tkazib olmaysizlar. Kattalar velosipedi, kichkinalar velosipedi, chug'ildirali hamma xilidan bor. Birma-bir narxlari bilan propiska tavsiya etadilar. Assalomu alaykum, kanalimizning obunachilari. Hozirlarga shunday velosipedlarni hammasini bitta-bitta obzorini qilib o'tamiz. Endi birinchi o'rinda bu velosipedimizdan boshlasa 26 lik Journey velosiped. Orqasida 7 ta skori, oldida 3 ta skori bo'ladi. Oldi orqa diskiviy tormozdan jihozlangan. Ramalari ham baquvvat rama joylashgan. Orqa bagajniklari ham ramadan chiqqan temirli bagajnik. Orqa tomoniga 2 kishi bemalol chiqib ketaveradi. Endi bu tomoni bonuslari shunaqa narsalar bo'ladi. Ya'ni fonarlari, bu tomonida esa o'zini maxsus qulflari bor. Oldi amortizator bo'ladi, maxsus uchun maxsus bajaylari bor. Bunimizning narxini 1 million 250 ming so'm qilib belgilab qo'ydik. Endi bu variantlarimiz 26 lik Pelones variantlarimiz hisoblanadi. Buni oddiyroq variant hisoblanadi. Bunimizning narxi 9 ming so'm. Bunda old orqa diskiviy tormoz va skorlari yo'q. Shuni hisobiga modelimiz arzonroq chiqadi narxi. Endi bu modelimiz orqada 7 ta skori bor, oldida 3 ta skori bor, oldi orqa diskiviy tormoz, amortizatorlari bor, oldida va o'rtada amortizatori bor, chunki o'rta ham yumshoq ketadi. Bunimizning narxini 1 million 100 ming so'm qilib belgilab qo'ydik. Endi 26 lik Demash velosipedimiz. Bunimizning narxi ham 1 million so'm. Orqalarida shunaqa materiallar bo'ladi. O'tirib ketish uchun ramalari baquvvat, egarlari maxsus suv bachoylari bo'ladi. Oldida amortizatori bor. Piramida qosonlar bilan jihozlangan bo'ladi. Narx aytib o'tganimizdek 1 million so'm bu modellarimiz. Bu modellarimiz Journey'ni Sports modeli hisoblanadi. Buni narxi 950 ming so'm. Xuddi shuni skorli varianti 1 million 300 ming so'm chiqadi bunimizning narxi. Aytib o'tganimizdek 7 ta skoroz, oldida 3 ta skorosi bor. Old orqa diskiviy tormoz bo'ladi. Asosan xo'jakalarimiz uchun velosiped, bu velosipedimiz narxi hozirda 1 million 550 ming so'm chiqyapti. O'zimiz zakasini terdirdik. Hamma yog'iga toza narsalar ishladik. Ya'ni oldi balon o'zi Shri-Lanka, original Shri-Lanka pakrushka bo'ladi. Donasi narxi 80 ming so'm, 90 ming so'm turadi. Oldida original amortizator, oldida original setga qo'ydirganlar, original roll komplet. Hindiston zamonaviy qo'ydirdik. Ramalari ham qalin, orqalarida buqa bagajlar bilan joylashgan. Buqa bagaj endi egallari. Endi bu modelimizga kelsak, pishiqlik bo'yicha eng oldi modellarimizdan hisoblanadi. Chunki buni 90% joyi hisobda temir bo'ladi. Mana qanotlarni yonib bergan temir, orqa bagajniklari ham temir bo'ladi bu modelimizda. Bu tomonlari charxlari hamma yo'g'i temir va yonlarida maxsus dulkalari mavjud. Bitta balonda 156 dona hozirda spisi bo'ladi. Shuni hisobiga ham ancha baquvvat model hisoblanadi. Bunimizning narxi esa 1 million so'm chiqyapti hozirda. Endi bu modelimiz 24 lik Apache modelimiz. O'zimizning eski kam velosipedlarning yangilangan versiyasi, ya'ni ikkiga ajraladi. Bemalol mashina bagajnikka solib ketsa bo'ladi. Endi bu tomonlari oldida
Shiroki balonlar joylashgan oldida amortizatorlari bor. Bunimiz narxini 850 ming so'm qilib belgilab qo'ydik. 950 ming so'm bularning narxi 950 ming so'm va shu modelimiz rang-barang siksli model. Mana qo'zg'ollar ham yangicha dizaynda qo'zg'ollar qo'yilgan. 3 ta skoroz, 7 ta skoroz, ramalari baquvvat. Bu modelimiz ham narxi 1 million 300 ming so'm chiqyapti. Endi bu modelimiz 950 ming so'm. Bu modelimizda ham 7 ta skorosi, oldida 3 ta skorosi, amortizatori va maxsus bonuslari, sumkachalari mavjud. Bu modelimizda ham tomonga kelsak 900 ming so'mga. Mana xuddi shuni oddiyroq varianti, ya'ni skorlari yo'q varianti. Bunimizning narxi 1 million 200 ming so'm, 24 razmerli. Endi Shiroki balonli 1 million 350 ming so'm tashkil qiladi. Hozirda buni narxi, ramalari baquvvat, orqa bagajniklari temirli, ramani o'zidan chiqqan bagajnik qo'yilgan. Shu modelimizga ham ancha baquvvatlik bo'yicha pishiq modellar hisoblanadi. Endi bu modelimiz asosan 7 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalar bemalol minsa bo'ladi, bemalol harakat qila oladi. Bu modelimiz narxi 1 million 200 ming so'm, 950 ming so'm va 1 million 350 ming so'm. Xuddi shu modelimiz kichikroq varianti. Bularimiz esa 800 ming so'm narxlari. Endi ichkariga bitta kirib, ichkaridagilarni obzorini qilib beramiz. Hozir bizga yangi narsalar kelgan. Mana 16 lik rasvetlarimiz. Buni 4 yoshdan 9-10 yoshgacha bo'lgan bolalar bemalol mina oladi. Oldilarida maxsus suv uchun bachoylari va oldi orqasida tormozlari mavjud. Original komplekt, mana ko'rib turibsiz, yangicha dizayn, maxsus shoxlari bor. Sifati ancha yaxshi modellarimiz ham. Bularimiz narxi 450 ming so'm chiqyapti. Bularimiz esa 480 ming so'mdan. Bularimiz 500 ming so'm narxi chiqyapti. 550 ming so'm. Bularimiz 850 ming so'mdan. Ko'p turganingizdek. Ha, 20 balonli, bularimiz 16 balonli. Shunisi farq qiladi. Bu tomonda mana bu modellarimiz ham narxi 550 ming so'mni tashkil qiladi. Bularimiz 800 ming so'm, 750 ming so'm. Bularimiz esa 580 ming so'm. Bularimiz 5 yoshdan 10-12 yoshgacha bemalol tavsiya qilaveramiz shu modellarimizni. Ramalarimiz. 16 balonlisini 3-4 yoshdan 8 yoshgacha bemalol tavsiya qilaveramiz. Endi 12 lik modellarimiz, bu modelimizni 2 yoshdan 5-6 yoshlargacha bo'lgan bolalar bemalol mina oladi. Shungacha, shu yoshgacha tavsiya qilamiz va shularimizni cho'g'larali variantlari 12 lik va bu tomonda 14 lik, 16 lik, 20 lik modellari mavjud. Narxlari bo'lsa 700 ming so'm 12 lik modelimiz, 14 lik modelimiz 750 ming so'm, 16 ligimiz 800 ming so'm, 850 ming so'm. Bu kattalar uchun mo'ljallangan velosipedimiz. Bunimizning narxi esa 1 million 650 ming so'mni tashkil qiladi. Orqalari setkali bo'ladi, ramalari ularga nisbatan ancha baquvvat va rullari, egarlari tepaga ko'tariladi. Asosan kattalar uchun qilingan. Bu tomonda sakadiskali modellarimiz. Bu modelimiz ham orqa tomoni va old tomoni sakadiskali bo'ladi. Bunda spiz, bo'shab ketish muammolari umuman kuzatilmaydi. Anchaga xizmat qiladi. Bularimiz yangicha dizaynda chiqqan. Ya'ni bular ham 3 ta skori, orqada 7 ta skori bor, maxsus bachoylari bu tomonida, nasoslarigacha qo'shib beriladi. Ko'rib turibsizlar. Bunimizning narxi esa 1 million 300 ming so'mni tashkil qiladi. Endi kimga qiziq bo'lsa, pastda nomerlar qoldirib ketamiz. O'tib bemalol murojaat qilaverasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati, Marg'ilon shahar, Langar asfaltdan o'tganda chap qo'lda magazin. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.